Advokatlarimiz g'alabali yurishlarda davom etmoqda. Bir insonni himoyasiga kirishgan paytimizda 3 ta o'ta og'ir turdagi turkumlarga kiruvchi jinoyatlarda ayblangan edi, ya'ni 3 ta modda qo'yilgan. Shulardan bittasi 155-modda terrorizm jinoyati bilan javobgarlikka tortilayotgandi. Biz rahmat tergovchilarga ancha olib borilgan ilmiy tortishuvlardan keyin o'sha 3 ta moddani bittasi, ya'ni terrorizm moddasi olib tashaldi tergov paytida. Endi sud paytida o'sha qolgan 2 ta moddani o'zi ham 5 yildan 15 yilgacha edi sanksiyasi. Ancha harakatlardan keyin eng yengil jazosi bo'lgan 5 yilda saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. Apellyatsiyaga berganda qolgan 2 ta moddani mana kunigacha bu ham bir qisman g'alaba, bittasi olib tashaldi. Endi 3-modda qolib turibdi. Xudo xohlasa inshaalloh Alloh nasib qilsa yana taftishga biz oxirigacha yuramiz. Taftish yoki Oliy sudda adolat qaror topib buni olib tashlaydi degan umiddamiz. Chunki O'zbekistonda adolat bor, qonun ustuvor. Bu odam bu 3-turdagi jinoyatni ham sodir qilmagan degan fikrdamiz biz.